Assalomu alaykum Termiz uy bozor a'zolari. Sizlarga Termiz shahri Malika Gold restorani yonidan, ya'ni Sayrob milliy taomlarining qarama-qarshisidan 4 qavatli uylarning 4-qavatida umumiy maydoni 61 kvadratni tashkil qilgan mana shunaqangi 2 xonalik tayyor Euro remont uyimiz sotuvda. Tezda shoshilib qolamiz, narxi ham cho'ntakbop bo'lyapti. Kattagina koridor ko'rib turganingiz, koridordan kelishimiz bilan chap qo'limizda bizda ota-onalar uchun spalni xonasi. Men o'zim mana shu uyga niyat qildim. Juda chiroyli xonadan ekan, ko'rib turganingizdek, hamma bitoy texnikasi qoladi. Hozirgi paytda ham bemalol $300 ga ijara qo'ysangiz bo'ladi. Aytgancha narxini boshidan aytib o'tamiz. Narxini 485 million so'm deb baholadik. Yanada tepasida kelishadigan joylari mavjud. Bu xonadan chiqishimiz bilan bizda chap qo'limizda dushovoy joylashgan, ko'rib turganingizdek, pul avtomatik mashinasigacha bor, arsenallar qo'yilgan, yarimgacha kafillangan. O'ng qo'limizda bizda mehmonxonasi, aynan mehmonxonasi sakkasini televizorlar joylashgan va balkon bor. Gilam, parda, hamma narsa qilingan, tayyor remontli arzonashlar. Tezda shoshilamiz. Koridordan kelishimiz bilan eng asosiysi boya aytib o'tganimizdek, hojatxonasi bilan dushovoy, razzelni yarimgacha kafillangan. Aytgancha bu yerda gaz, suv, svet, kanalizatsiya aslan yo'q. Ayollarimizning sevimli xonasi bo'lgan oshxonani ko'rib turibsiz. Ko'hna mebellar bilan jihozlangan. Xullas, aziz tayyor remontda tezda bosib olishingiz kerak. Narxini aytib o'tdik. Aytgancha ushbu xonadonimizni siz naqd yoki ikkilamchi tarzda xarid qilishingiz mumkin. Qolgan batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq bizga bog'laning.